Bugun 2-noyabr, Qarshi mashina bozor. Yaxshi zo'r mashinalarni terib narxlarini ko'rsatamiz. Hammasini ko'rsatmaymiz. Ichida yaxshi puliga stoyt bo'ladigan mashinalarni ko'rsataman. Qani ketdik. Kimdan aka bu? Sizdanmi? Yo'q. Zo'r. Necha pul gap ekan? 13,5. Necha ming yurgan? 13,5 ming. Zamina bo'lgan motori. Zadim o'tishdi. Captiva 3 2012 Trace motor qo'yilgan. Xo'p, sustenance bo'ladi. Mashina taxlangan. Ozginagina ishlari bor. Motor 3.6 Trace motor qo'yilgan. Zadnimoslari ishlaydi. Kraskalari bo'ladi. Captiva 3 yili ismi chiqib ketdi. 15 ming deyiladi. Narxi mashina kam yurgan. Mashina salonlari tayyor. Chexollar kiydirilgan. Mashina benzin ekan. Probegi mashina tiniq. Hozir bozorga qarayapmiz, bitta Captiva qarayapmiz olishga. Qaraymiz qani, yaxshiroqlar bo'lsa olamiz. Mashinaning kraskasi toza, aytguncha, toza kraska. Onlar. Motorlari ochiqsiz. Nemetskiy moyga turibdi. Motorxonalari zo'r.